10 dekabr xalqaro kishilik huquq kuni bo'lib, bugungi kunda eng og'ir kishilik huquq dafsandichiligiga uchrayotgan Uyg'urlar bu kunda Xitoyga bo'lgan qarshiligini ifodalashni eng muhim burchi deb bildi. Dünya Uyghur Qurultayı 9 dekabr o'z to'r bekitida xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan axborot e'lon qilib, xalqaro kishilik huquq kunining 72 yilligini xotirlanayotgan bugungi kunda Dünya Uyghur Qurultayining kishilik huquq va demokratiya ustida qurilgan go'zal, adolatli bir dunyoni barpo qilishning muhimligini qayta o'tirg'a qo'ydi. Soda Dünyası to'rining 10 dekabrdagi sahifasida Sharqi Turkiston uyg'onish harakati tashkilotining dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni 10 dekabr xalqaro kishilik huquq kunida Xitoyga qarshi namoyish qilishga chaqirganligi xabar qilingan bo'lib, bu namoyishning Janva, New York, Washington, San Francisco, Toronto qatorliq shaharlarda ilib berilganligi tilga olingan. Shuning bilan birga Yaponiya va Turkiyada mo Xitoyga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish faoliyatlari o'tkazildi. Kişilik hukukni kuzatish tashkiloti Xitoyning texnika orqali Sharqi Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarini qandoq bostirganligini oshkorladi. Mazkur tashkilot e'lon qilgan dokladga asoslanganda Xitoy cho'ngsanlıq ma'lumot porogrammasi orqali Uyg'urlarni xolىغانچە qo'lga olgan. Kişilik hukukni kuzatish tashkiloti 9 dekabr Xitoyning Sharqi Turkistondagi bir cho'ngsanlıq ma'lumot programmasining Uyg'urlarni kuzatish va xolىغانچە tutib turishga qandoq yordamlashganligi haqida bir doklad e'lon qildi. Kişilik huquq kuzatish tashkiloti Sharqi Turkistonning Oqsu viloyatidan kelgan 2000 dan ortiq mahbusning tizimiga erishgan bo'lib, birlashma mashg'ulot subsi deb ataladigan cho'ngsanlıq ma'lumot programmasi tilga ilingan tizimlikdagi kishilarni iz qo'g'lagan va Xitoy doiralari ularni yig'ilish lagerlariga qamagan. Mazkur tashkilotning oliy darajali Xitoy tadqiqotchisi Ma Yawang mundaq dedi: Xitoy hukumati tizimlikdagi kishilarning oila tavobatlariga javob berish kerak. Ular nemishqa tutib turildi? Ular hozir qayerda? Dunyoga dağlıq putbolchi Antoine Griezmann Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirishlar sababidan Xitoy texnika shirkati xۇاۋېي bilan bo'lgan e'lon kelishimini bekor qilganligini e'lon qildi. İspaniya birlashmasi komandasining biri bo'lgan Barselonada to'p tepgan Fransiya davlat futbolchisi xۇاۋېيning Uyg'urlarning chiroy farqlantirish sistemasining taraqqiyotiga to'hfa qo'shganligini oshkorlagandan keyin o'zining bu shirkat bilan munosabatini uzganligini e'lon qildi. Barselona mo Griezmannning qarorini qo'lladi. Washington pochtasi gazetining xabariga qaraganda, xۇاۋېي Xitoyning chiroy tonish texnikasini ishlatib, Uyg'urlarni nazorat qilishiga yordam bergan. Amerikadagi ichivitilgan jamiyat universiteti to'ri 2017 yil 12 oydan boshlab izdiriksiz g'oyib qilib etilgan Uyg'ur folklorshunos doktor Roila Davudga odamiyat fanlari bo'yicha faxriy professorlik unvoni bergan. Bu mazkur o'rinning odamiyat fanlari bo'yicha tutqundagi olimlarga bergan tunji faxriy professorlik unvoni ekan. Roila Davud yaqinda xatar ostidagi olimlarni qutqizish tashkiloti tomonidan 2020 yillik tafakkur jasorati mukofotiga erishgan edi. İçivitilgen Cemiyet Üniversitesi to'rining mudiri Leon Botistin mundaq dedi: Roila Davud Uyg'urlarning madaniyati va uni tadqiq qilishda boshlamchi bir shaxs sifatida xalqaroda e'tirof qilindi. U bir avlod yoshlarni bu rayonning folklor va an'anasini tadqiq qilishda tarbiyaladi. Uning tavranmas irodasi bilan ro'yobga chiqqan muhim asarlar dunyo jamoatchiligining Uyg'ur madaniyatining qimmatli boyliqlarini tonishi uchun ko'rikka aylandi. Xitoy Amerika parlamentining bir qism a'zolari, ommaviy tashkilotlarning xizmatchilari va ularning oila tavobatlariga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika 12 oyning boshida Xitoy kompartiyasi a'zolari va ularning oila tavobatlarining viza talabini qiyinlashtirish orqali viza muddatini qisqartdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoy yakshanba kuni muxbirlarga mundaq dedi: Xitoy Amerika parlamentining bir qism a'zolari, ommaviy tashkilotlar va ularning oila tavobatlariga jazo yurgizdi. Xitoy Amerikaning diplomatik pasport egalariga Hong Kong va Makauga boradigan vizasiz sayohat qoidasini bekor qiladiganligini uqtirdi. Amerikada Trump hukumati Xitoyga qarshi oxirgi harakatida bir turkum Xitoy amaldorlariga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Buningga asosan Amerika Hong Kongdagi bostirishlarda mas'uliyati bor bo'lgan 14 nafar Xitoy amaldoriga embargo yurgizdi. Jazo doirasida bu kishilarning Amerikadagi mol-mulki to'g'ritildi va sayohat cheklamasi qo'yildi.